Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antena orqali har kuni Aziyasat 3 C to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Telejurnalimiz davom etadi. Suriyalik qochqinlarni qabul qilish masalasida Amerika jamiyati ikkiga bo'lingan. Bir tomon notinch yurtdan muhojirlar kelaversin desa, ikkinchi tomon aslo deydi. Nyu-Yorkdagi global va madaniy jihatdan xilma-xil va boy shaharda esa qay yurt, elat, irq yoki din vakili bo'lmasin, uning uchun eshik ochiq. Qo'shma Shtatlarga shu damgacha 2000 dan oshiq suriyalik qochoq kelgan. 77% ayollar va bolalar. Shulardan bir necha 10 kishi Nyu-Yorkdan panoh topgan. Mer Bill de Blasio Nyu-Yorkni mag'rur muhojirlar shahri deb ataydi. Ta'qib va urushlardan qochayotgan insonlarni qaysi dindan bo'lmasin hech vaqt haydamaymiz deydi u. Respublikachilardan prezidentlikka nomzod Ted Cruz va Jeb Bush AQSh faqat suriyalik xristian qochoqlarni bag'riga olishi kerak, musulmonlarni emas deydi. Donald Trump birorta suriyalikni kiritmaymiz, masjidlarni kuzatish kerak deydi. Nyu-Yorkdagi Arab Amerika jamiyatidan doktor Ahmad Jabr nazarida bu konstitutsiyaga zid. How dare you say Nima uchun qochqinlarni qabul qilmaysiz? Nima uchun odamlarning e'tiqodi musulmon ekani uchun ayirasiz? Bruklin tumanining qoq markazida Dovud degan masjid bor. 1939-yilda ochilgan. Nyu-York shtatidagi birinchisi. Bugun masjidlar 270 dan ziyod. Yaman, Misr, Falastin, Suriya va boshqa o'lkalardan kelgan emigrantlar qochqinlarga yordam bermoqda. Ahmad Jabrning tashkiloti ingliz tili darslari, tibbiy yordam, maktabdan keyin bolalar uchun maxsus dasturlar taklif qiladi. Boshqa jamoalar, masalan, Xalqaro qutqaruv qo'mitasi qochqin bolalarga katta shahardagi hayotga moslashishni o'rgatadi. Balki hamma ham bu qochqinlarni qo'llab-quvvatlamas, lekin yordam berishga tayyor odamlar juda ko'p deydi mana bu faol. Oxirgi so'rov natijalariga ko'ra, Amerikada suriyalik qochoqlarni qabul qilmaylik deganlar soni boshqalardan biroz ko'proq. Ular xavfsizlikni sabab sifatida ko'rsatadi. Kundalik radio dasturlarimizni tinglaysizmi? Ularni internet orqali eshitish oson. Mobil programmamizni ham yuklab olishingiz mumkin. Reportaj va suhbatlarimizni ham alohida tinglab borsangiz bo'ladi. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android. Applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.